Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada osonlashdi. Endilikda siz O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki hatto naqd pul ko'rinishida ham tez va qulay holatda pul jo'natishingiz mumkin. Hoziroq Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Agarda sizda qandaydir muammo bo'lsa, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Anjir Pay xalq tanlagan mobil ilova. Eron Rossiya bilan maxfiy kelishuv tuzgan. Zelenskiy 3-jahon urushi allaqachon boshlanganini aytdi. Qimmatga tushgan sevgi. Turkiyalik yigit o'zbekistonlik ayolni aldab ketdi. Japarov yoki tashrif. Qirg'izistonliklar kimni tanladi? Tehrondan ochiq signal. Abbos Aroqchi AQShga qarshi javob ssenariysini fosh qildi. Rossiyada MDH mamlakatlaridan kelgan migrantlar uchun qo'shimcha to'lovlar joriy etilishi mumkin. Isroilning maxfiy strategiyasi. Netanyahu Shia va sunniy bloklariga qarshi super ittifoq taklif qildi. Eron Rossiya bilan maxfiy kelishuv tuzgan. Eron Rossiya bilan 500 million yevrolik qurol yetkazib berish bo'yicha maxfiy kelishuv tuzgan. Bu haqda Financial Times nashri xabar berdi. Nashr qo'liga tushgan hujjat va manbalarga ko'ra, kelishuv 2025-yilning dekabr oyida Moskvada imzolangan. Yetkazib berishlar esa 2027-2029 yillarga mo'ljallangan. Ayrim tizimlar allaqachon Eronga topshirilgan bo'lishi mumkin. Gap 500 dona PZRK Verba ko'chma zenit raketa majmuasi va ularga mo'ljallangan 2,5 mingta raketa haqida bormoqda. Bir dona raketa narxi 170 ming yevro, uchish qurilmasi esa 40 ming yevro deb baholangan. Shartnomaga shuningdek 500 dona Mauli 2 tungi ko'rish moslamasi ham kiritilgan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, bitim Rosaboronexport va Eron Mudofaa vazirligining Moskvadagi vakolatxonasi o'rtasida tuzilgan. Kompaniya izoh so'roviga javob bermagan. Kreml hamma masalaga izoh berishdan bosh tortgan. Nashr yozishicha, kelishuvni vakolatxona xodimi Ruhullo Katibiy muvofiqlashtiradi. Eronning Moskvadagi elchisi Kozim Jaloliy ilgari Eron televideniyasiga bergan intervyusida Rossiyadan amalga oshirilgan bir nechta reyslarda harbiy yuklar bo'lganini aytgan. U so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasida muhim harbiy kelishuvlar tuzilayotganini, yetkazib berishlar esa ushbu bitimlar bajarilayotganini ko'rsatayotganini ta'kidlagan, biroq tafsilotlarni ochiqlamagan. Nashrning yozishicha, Rossiyaning Il-76T transport samolyoti so'nggi 8 kun ichida kamida 3 marta Mineralniy Vodiy shahridan Eronning Karaj shahriga parvoz qilgan. Yana bir reys dekabr oxirida amalga oshirilgan. Shuningdek, yanvar oyida Eron Rossiyadan 6 tagacha Mi-28 vertolyotini olgani, ulardan biri shu oy Tehronda qo'llangani aytilmoqda. Zelenskiy 3-jahon urushi allaqachon boshlanganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 3-jahon urushi allaqachon boshlanganini aytdi va mamlakat Rossiya bilan urushga g'alaba qozonishini ta'kidladi. Bu haqda BBC'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Zelenskiy suhbat davomida Donbass masalasiga ham to'xtaldi. Xususan, Rossiya 10 minglab askarini yo'qotganiga qaramay, to'liq egallay olmagan bu hududlardan Ukraina qo'shinlari chiqmasligini aytdi. U Putinning talab qilayotgan o't ochishni to'xtatish bitimi evaziga hududiy yon berishga qarshiligini ta'kidladi. Zelenskiyga ko'ra, Putin allaqachon 3-jahon urushini boshlab yuborgan va uni to'xtatishning yagona yo'li kuchli harbiy hamda iqtisodiy bosim o'tkazib, uni ortga chekinishga majbur qilishdir. Rossiya dunyoga boshqacha turmush tarzini majburan singdirmoqchi va odamlar o'zi uchun tanlagan hayotini o'zgartirmoqchi, dedi u. Hozirda Rossiya Donetsk viloyatining qariyb 20% nazorat qilmoqda, biroq tinchlik bitimi doirasida butun hududni talab qilmoqda. Zelenskiy esa urushni hozirgi front chizig'ida muzlatishni ilgari surgan. Donetsk, Xerson va Zaporojye viloyatlarining bir qismini Rossiyaga topshirish mutlaqo qabul qilib bo'lmasligini aytgan. Men bu hududlarga oddiy yer sifatida qaramayman. Men buni o'z pozitsiyamizni zaiflashtirib, u yerda yashovchi 100 minglab odamlarimizni tashlab ketish deb bilaman. Bu chekinish jamiyatimizni bo'lib yuborishimizga ishonchim komil, dedi u. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Qimmatga tushgan sevgi. Turkiyalik yigit o'zbekistonlik ayolni aldab ketdi.
Turkiyada 41 yoshli O'zbekiston fuqarosi L.R. 26 yoshli Ahmad O'zmen tomonidan nikoh va'dasi bilan $290,000 aldandi. Bu haqda ATV xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, L.R.ning Ahmad O'zmen bilan munosabati internetdagi tanishuv saytlaridan birida boshlangan. Saytga kirganimda muhit menga yoqmadi. Chiqib ketmoqchi bo'lganimda hali chiqishga ulgurmasimdanoq Ahmad menga yozishni boshladi. Oradan 9 kun o'tib, sen haqingda niyatim jiddiy, uylanish uchun uy ham sotib oldim. Ichiga mebel olmoqchiman deb pul so'radi. Shundan so'ng $3,500 yubordim. Keyin esa uyni almashtiraman, juda yaxshi uy oldim. $30,000 yetmayapti dedi. Ishondim va yana $30,000 yubordim degan ayol. Xabarga ko'ra, ular 2 oy o'tgach yuzma-yuz ko'rishib gaplashgan. Ilk tanishuv chog'ida Ahmad L.ga o'zini 35 yoshda ekanini aytgan, biroq Ahmad aslida 26 yosh bo'lgan. Japarov yoki Tashiyev, qirg'izistonliklar kimni tanladi? Joriy yilning 20-fevral kuni Qirg'izistonning Nomad telekanali tomonidan o'tkazilgan sotsiologik so'rov natijalariga ko'ra, respondentlarning 81% Sadir Japarovning faoliyatini ijobiy baholadi. 14% ishtirokchi esa uning ishiga salbiy munosabat bildirgan. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Japarovning prezidentlik faoliyati davomida uni qo'llab-quvvatlash darajasi 65% ga oshgan. Bu esa amaldagi davlat rahbarining jamoatchilik orasidagi ishonchi sezilarli darajada mustahkamlanganligini ko'rsatadi. So'rov natijalarida boshqa siyosiy yetakchilar reytingi ham keltirilgan. Xususan, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq rahbari Kamchibek Tashiyev 25% ijobiy baho olgan. Respondentlarning 55% esa uning faoliyatini salbiy baholagan. Xabarlarga ko'ra, Tashiyev mashhurlik reytingi 30% ga pasaygan. Sotsiologik tadqiqot mamlakat bo'ylab o'tkazilgan bo'lib, unda 1200 nafar voyaga yetgan fuqaro ishtirok etgan. So'rovnoma onlayn shaklda tashkil etilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Sadir Japarov Xabar nashriga bergan intervyusida mamlakat shimol va janubga bo'linishi mumkinligi haqidagi mish-mishlarni qat'iyan rad etgandi. Uning aytishicha, avval bunday bo'linishlardan ayrim siyosatchilar hokimiyat uchun kurashda foydalangan, oddiy fuqarolar esa vosita bo'lib xizmat qilgan. Tehrondan ochiq signal. Abbos Aroqchi AQShga qarshi javob ssenariysini fosh qildi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Qo'shma Shtatlar bilan keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda Tehron pozitsiyasini ochiq ifoda etdi. Uning ta'kidlashicha, agar Amerika Qo'shma Shtatlari Eron hududi yoki manfaatlariga qarshi harbiy zarba bersa, Tehron buni urush harakati sifatida qabul qiladi va xalqaro huquq doirasida o'zini himoya qilish uchun javob choralarini qo'llashdan tortinmaydi. Vazirning bayonoti diplomatik ohangda berilgan bo'lsa-da, uning aniq strategiyasi, signali mavjud. Eron to'g'ridan-to'g'ri AQSh materigiga zarba bera olmasligini tan oladi. Biroq mintaqadagi Amerika harbiy infratuzilmasi potensial javob nishoniga aylanishi mumkin. Aroqchi so'zlariga ko'ra, Eron harbiy strategiyasi hujum boshlash emas, balki deterrensiya, ya'ni hujumdan qaytarish tamoyiliga asoslangan. Shu sababli Tehron o'zining raketa salohiyatini mintaqaviy xavfsizlik balansining bir qismi sifatida ko'radi. U diplomatik lavozim egasi ekanini eslatib, aniq harbiy rejalarga to'xtalishni istamagan, ammo ehtimoliy qarama-qarshilik yuzaga kelsa, Eron javobi ramziy emas, amaliy bo'lishi mumkinligini yashirmadi. Bu bayonot Yaqin Sharqda keskinlashib borayotgan vaziyat fonida yangradi va kuzatuvchilar tomonidan AQSh harbiy bazalari joylashgan davlatlarga bilvosita ogohlantirish sifatida talqin qilinmoqda. So'nggi oylar davomida Eron va AQSh o'rtasidagi retorika tobora keskinlashib, diplomatik maydondagi qarama-qarshilik harbiy ehtimollar bilan bir qatorda muhokama qilina boshlandi. Tehron rasmiylari har qanday tashqi bosim yoki zarbaga nisbatan javob berish majburiyatini milliy suverenitet masalasi sifatida ko'rsatmoqda. Aroqchining bayonoti esa Eron strategiyasining asosiy chizig'ini ochib berdi. To'g'ridan-to'g'ri global urushni kengaytirish emas, balki mintaqadagi kuch muvozanati orqali raqibni tiyib turish. Shu tariqa diplomatik bayonot ko'rinishida berilgan ushbu signal aslida ehtimoliy harbiy ssenariylar haqida jiddiy ogohlantirish sifatida qabul qilinmoqda va Yaqin Sharqda navbatdagi keskin bosqich boshlanishi mumkinligi haqidagi muhokamalarni yanada kuchaytirdi. Rossiyada MDH mamlakatlaridan kelgan migrantlar uchun qo'shimcha to'lovlar joriy etilishi mumkin. Rossiya hukumati 2027-yildan boshlab MDH mamlakatlaridan vizasiz keladigan mehnat migrantlari uchun ish ruxsatnomalari va patent to'lovlariga yangi qoidalarni joriy etishga tayyorlanmoqda. Bu haqda Zamon.uz yozmoqda. Moliya vazirligining loyihasiga ko'ra, migrantlar o'zlari bilan birga voyaga yetmagan farzandlari va boshqa qaramog'idagilari uchun ham ish ruxsatnomasi to'lashlari kerak. Jami summaning 50% miqdorida. Bolalar 18 yoshga to'lganidan keyin yashash uchun boshqa qonuniy asosga ega bo'lmasa, ish ruxsatnomasini
vizasini olishlari yoki Rossiya hududini tark etishlari shart. Hozirgi patent tizimida shaxsiy daromad solig'i bo'yicha bazaviy to'lov oyiga 1200 rubldan boshlanadi. Mintaqaviy koeffitsient va deflyator hisobga olinsa, Chechenistonda 3400 rubldan, Krasnodar o'lkasida 27300 rublgacha, Moskvada esa taxminan 10000 rublni tashkil etadi. Isroilning maxfiy strategiyasi: Netanyahu Shia va sunniy bloklariga qarshi super ittifoq taklif qildi. Isroil bosh vaziri Netanyahu yangi geosiyosiy tashabbus ittifoqlar olti burchagi deb ataladigan keng ko'lamli hamkorlik tizimini shakllantirish rejasini ilgari surdi. Uning bayonotiga ko'ra, ushbu loyiha oddiy diplomatik ittifoq emas, balki Yaqin Sharq va unga tutash hududlarda kuchlar muvozanatini o'zgartirishga qaratilgan strategik tarmoq bo'lishi kerak. Rejaga Hindiston, ayrim arab davlatlari, Afrika mamlakatlari, O'rta Yer dengizi mintaqasidagi Gretsiya va Kipr hamda Osiyodagi boshqa hamkor davlatlarni birlashtiruvchi ko'p qatlamli xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik platformasi kiradi. Netanyahuning fikricha, 21-asrda tahdidlar faqat harbiy yo'nalishda emas, balki energetika, texnologiya, savdo yo'llari va razvedka hamkorligi orqali ham shakllanmoqda. Shu sababli yangi ittifoq an'anaviy harbiy blokdan ko'ra kengroq funksiyaga ega bo'lishi rejalashtirilgan. Mazkur tashabbusning asosiy maqsadi Yaqin Sharqda kuchayib borayotgan radikal Shia va sunniy siyosiy harbiy bloklarga qarshi muvozanat yaratishdir. Isroil rahbari mintaqada Eron ta'sirining kengayishi, qurolli guruhlar faoliyati va global savdo yo'llariga tahdidlar ortib borayotganini ta'kidlab, xavfsizlikni faqat mintaqaviy emas, balki transkontinental darajada ta'minlash zarurligini aytgan. Shu sababli loyiha faqat Sharqni Hind okeani, Afrika shohi va O'rta Yer dengizi orqali bog'laydigan strategik kamar sifatida tasavvur etilmoqda. Ushbu tizim orqali razvedka ma'lumotlari almashinuvi, dengiz xavfsizligi, terrorizmga qarshi operatsiyalar, kibermudofaa va energetika infratuzilmasini himoya qilish bo'yicha hamkorlik kuchaytirilishi mumkin. Netanyahu esa aynan keng ko'lamli hamkorlik orqali mojarolarni jilovlash, iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish va xavfsizlikni kollektiv darajada ta'minlash mumkinligini ta'kidlamoqda. Natijada ittifoqlar olti burchagi g'oyasi Isroil tashqi siyosatining navbatdagi bosqichi sifatida qaralmoqda. U mamlakatni mintaqaviy o'yinchidan global strategik markazga aylantirishni ko'zlaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.